Taşki olam üçün Mahlio'ning hayoti benukson edi. Mehriboner, iki kuvnok farzand, gozaluy. Uhar doim ozini baxtli korsatishga harakat kilardi, atrofidagilar uning hayotiga havas bilan qarashardi. Har bir burchakda iliklik ve kuvonch hukm surardi, bolalarının kulgisi uyni toldurardi. Mahlio ozini baxtli oylaning markazida deb bilardi, tashqaridan qaraganda hammasi mukammal ko'rinardi. Ammo ish ishidan u o'zini ko'rinmas his qilar, yuragi chuqurroq bog'liqlikni orzu qilar edi. Ba'zan u deraza oldida uzoq o'yga to'lar, yuragida so'zlab bo'lmas bo'shlikni his qilardi. U o'zini begam ko'rsatishga harakat qilsa-da, ichida bir narsa yetishmasligini anglab yetardi. Kamol uning eri, qat'iyatli ve mehribon edi, ama uning sevgisi amali edi, hech qachon ehtirosli emas. U har doim Mahlio'ning ehtiyojlarini o'ylardi, unga yordam berardi, lekin yuragida chuqurroq so'zsiz bir ehtirosni Mahlio sezmasdi. Ularning munosabatlari tinch ve barqaror edi, lekin Mahlio proq narsa orzu qilardi. Mahlio o'z rollarini mukammal ijro etardi, ammo tunda yolg'izlik uni qamrab olar, o'z baxtini shubha ostiga qo'yar edi. U tunlari uzoq o'yga to'lar, yuragidagi bo'shlikni to'ldira olmasdi. Ba'zan u o'zini yolg'iz va tushunarsiz his qilardi, yuragida savollar paydo bo'lardi. U ijtimoiy tarmoqlarni varaqlab o'z hayotini boshqalar bilan solishtirar, o'zini oltin qafasdagi qushdek his qilar edi. Boshqalarning baxtli suratlarini ko'rib, o'z hayotidagi kamchiliklarni ko'ra boshlardi. U o'zini erkin va baxtli ko'rsatishga harakat qilsa-da, ishida bir narsa uni qiynardi. Sevgi bilan o'ralgan bo'lsa-da, u hali ham o'zini ko'rinmas his qilar, ichida sokin ko'sib borardi. U oilasi bilan birga bo'lsa ham ba'zan o'zini yolg'iz his qilardi. Bu soginch asta-sekin yuragini egallab borardi, unga tinchlik bermasdi. Uning dunyosining asosi mustahkam edi, ammo ingichka yorik tarqala boshlagan edi. Bu yorik ko'zga ko'rinmas, lekin yuragida chuqur iz qoldirardi. Mahlio o'z baxtining poydevori silkinayotganini his qilar, ichki bo'shlik asta-sekin kattalashib borardi. Ilon bog'da emas, balki Farruh eski universitet do'sti orqali kelgan xabar bilan paydo bo'ldi. Bu xabar oddiy bir salomdan iborat edi. Ammo Kamol uchun uzoq yillik sukunatdan so'ng eshitilgan birinchi ovozda yangradi. U o'zini birdaniga o'tmishga qaytgandek his qildi. Yillar davomida unutishga harakat qilgan his tuyg'ulari yana yuzaga chiqdi. Ularning begunoh suhbatlari tez orada Najot tipiga aylandi. Farruh uning avvalgi Mahlio, jonli zukko tirik ekanligini ko'rdi. Har bir so'z, har bir kulgu ular orasidagi eski rishtalarni yana mustahkamlardi. Kamol o'zini yana yosh, orzulari va umidlari bor insondek his qila boshladi. Ular birbiriga eng yaqin sirlarini ochib bera boshlashdi. Yuraklardagi o'girliklar yengillashdi. Har bir xabar uni chuqurroq tortar, Kamol hech qachon sezmagan bo'shlikni to'ldirar edi. Farruhning so'zlari unga tasalli berdi. Mahlio esa o'zini yana qadrlangandek his qildi. Ularning yozishmalari tunlarga cho'zildi. Har bir satırda yangi umid, yangi hayajon bor edi. Farruh qahva ichishni taklif qilganda Mahlio ikkilanib qoldi, ammo so'ginch g'alaba qozondi. U yuragidagi xavotir va hayajonni bosib, uchrashuvga rozi bo'ldi. Bu qaror uning hayotida yangi sahifa o'qdi, u uzoq vaqt his qilmagan iliklikni yana his eta boshladi. Ularning uchrashuvi u yo'qotgan deb o'ylagan uhkunni qayta yo'qdi. Ular birbiriga qarab, ko'zlarida eski do'stlik va yangi his tuyg'ular porladi. Bu uchrashuv go'yo o'tmishdagi barcha o'g'riqlarni bir zumda unuttirgandek bo'ldi. Bir uchrashuv boshqasiga olib keldi, chegaralar xiralashdi, toki bir zaiflik lahzasida u hech qachon o'tmayman deb qasam ichgan chizikni kesib o'tdi. Ularning do'stligi asta-sekin boshqa bir tuyg'uga aylandi. Yuraklaridagi ehtiros va orzular ularni yangi, noma'lum yo'lga boshladi. Bu harakat qisqa edi, ammo ayb bir lahzada va haddan tashqari kuchli edi. Ular birbiriga qarab, ko'zlarida pushaymonlik va hayrat aralashgan his tuyg'ularni ko'rishdi. Bu lahza ularning hayotini abadiy o'zgartirdi. Ilonning zahar sharmandalik edi va u hamma narsani zaharladi. Endi ular o'zlarini yolg'iz va tushkun his qilishardi. O'tmishdagi xatolar va ayblar ularni ta'qib qila boshladi. Bu voqea ularning hayotida chuqur iz qoldirdi va har bir xotirada o'z aksini topdi. Hayajon yo'q oldu, uning o'rnini ezuvchi ayb egalladi. Mahlio kunlarini arvohdek o'tkazar, xiyonati uni ta'qib qilar edi. Bolalarining kulgisi ayblovga aylandi, Kamolning mehribonligi azobga. U umidsizlarcha ibodat qilar, kechirim so'rar edi, ammo sirining o'girligi chidab bo'lmas darajada o'sdi. Haqiqiy tavba ildiz o'tdi. U sir saqlab tuzala olmasligini bilar edi.
Kamolga tan oluş dahsatlı edi, ama yolgon yaşaş sekin olimedi. Unacıt fakat hakikat bilen boşlanışı mümkünliğini angladı. Tan olis ularning uyinin sokinligini buzdu. O sapaytta har bir burçakta ogirlik sezildi. Goyo devorlar ham bu ogir hakikatini esitip cim bolup kolgandek edi. Mahlio hakikatini ayttı, ovozi şarmandaliktan titrar edi. Uning kozları da puşaymonlik ve korku varalaşıp ketkan, yüragi ise ogir yük ostida ezilardı. Kamolning ogrigi sokin, ama vayron koredi. Uning isonçi bir lahzada buzildi. U ozini yolgiz ve tuskun hiskildi. Yüragidagi boşlik tobora çukurlaşardı. U gazablanmadı. Uşunçaki soradı nima uçun. Bu savoluning işki istirobini yaşıra olmadı. Lekin u bari bir sokinlikni saklaska harakat kildi. Mahlio hiç kanday bahona keltirmedi. Fakat ozinin boşligi ve puşaymonliginin ahçik hakikatini ayttı. U ozini ayıpdor hiskilardı ve bu ogirlikten koçup kutula olmazdı. U keçirim soradı, vayron kilgan narsasını kayta kuriska vaada berdi. Uning sözleri da Çin dildan afsus ve umid aralaşıp ketkan edi. Kamolning yurak ogrigi oksiri emas, balki ogrikli noanik sayohatning boşlanışı edi. U ozini yok otip koygandek hiskilardı, lekin oldunda hali kop savollar ve cevablar boredi. Ularning sevgisi sinovdan otti ve mahlioning iltiyosi kayta boşlaş uçun imkoniyat edi. Endi ular birga boliş uçun yangi yol topiska harakat kilişardı. Har bir keşirim ve har bir söz ularını birbiriga yakinlahtırardı. Keyingi kunlar cimlik bilan o giredi. Kamol uzok, mahlio sabırlıydı. U Farruks bilan aloganı uzdu, içtimoi tarmoklarını oçirdi ve ozini oylasiga bagişladı. Uning imoni uning langari boldu, uni kamtarlik ve tavba orkali boskardı. Sekinasta Kamol uning ozgarişini sezdi. Uning samimiligi kundalik harakatları. Ular yana gaplaşa boşladılar, tuzalişka kiçik kadamlar taşladılar. Mahlio mukammallikka emas, balki hozirgi holatga etibor karattı. Halollik ve sevgi ustiga yangi poydevor kurdu. Otmişni oçirip bolmasıdı, ama yangi kelajak mümkün edi. Mahlioning ogrigi uning maksadı boldu. U boşka ayollarning huddi şu sokin soginç bilan kuraşıyotkanını kordu ve oz hikoyasını ehtiyotkorlik bilan, halollik bilan bolişa boşladı. U hissi boşliklar, online tasdikla havfları ve hakiki bogliklikning muhimligi hakida gapirdi. Uning kamtarligi rezonans berdi, yolgizlik ve mukammallik bosimi hakida suhbatlarını oktu. Boşkalarga yordam beriş orkali mahlio kuç ve şifo toptu. Uning en katta şarmandaligi boşkalar uçun umid manbaiga aylandı. Uning çandiklerini çidamlilik saboklarıga aylantırdı. Keçirim lahza emas, balki sayohat edi. Mahlio ve Kamol uni birga bosi bottilar, tosiklar ve kiçik galabalarga duh keldiler. Kamol mahlio bolgan ayolni korişni tanladı. Sadogatli kamtar ozgargan. Ularning sevgisi hyonat bilan sinovdan otgan, çukurrok ve halolrok boldu. Ular mulogot kilişni organdılar, isonçning yangi poydevorunu koydular. Mahlioning hikoyası tavba, halollik ve kundalik tannovlarning kuchiga dalil boldu. Oksir okibat, kehirim ularga yangi tongni taklif kildi. Tunni boştan keçirganligi üçün yanada gozal rok.